Hi everyone and welcome to this module about maps. In today's lesson we will cover maps including examples. We're going to look at some real examples about maps, and we're going to look at some overall structure that we're going to use for maps, and we're going to learn how to understand maps so quickly. And we're going to look at some specific language that we use for describing the map, like specific adverbs and specific verbs. And we're going to through directions, and we're going to learn how to use directions when we are describing where the things and the map located. And finally, we're going to through sample answer, and we're going to learn how to write an introduction and overview and detailed paragraphs. Okay, that's okay. Demak, bugungi darsimizda xaritalarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'lar ekan. Exampleslarni ko'rib chiqamiz. Keyin esa tuzilishlarni, keyinchalik xaritani qanday qilib tez tushunish, xarita bizlarga tushganda, keyin esa foydali so'zlarni o'rganamiz, like adverbs, ya'ni ravishlar yoki fe'llar kabi foydali so'zlar. Ya'ni chunki biza map tushgan payti fe'llar bilan kerakli so'zlarni yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Keyin esa yo'nalishlarni ham ishlatamiz, chunki map, xarita va yo'nalishlar orqali biza tasvirlab berishimiz kerak bo'ladi. Oxirida esa javob namunasini ko'rib chiqamiz. Introduction, kirish qismi va overall umumiy ko'rinishni va details, ya'ni umumiy tafsilotlarni qanday yozishganini o'rganib olamiz. Qachonki sizga map tushib qoladigan bo'lsa, mana bunaqami yoki bunaqa yoki bunaqa, farq yo'q, qanaqa map tushishidan qat'iy nazar siz 3 ta narsaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishingiz compare qilishingiz kerak bo'ladi. Compare degani solishtirmoq degani. Ya'ni bizada har doim yil berilgan bo'ladi, vaqt berilgan bo'ladi. Masalan, bu yerda 1990, bu yerda esa 2005-yil berilgan bo'ladi. Compare qilishimiz kerak mana shu ikkita yilni. Ba'zi esa 1995-yil deyiladidan keyinchalik present, hozirni berishi mumkin. Bu ham yil davomida. Ba'zi esa before deb qo'yadi, ba'zi esa after deb qo'yish mumkin. Ya'ni before, after, oldin bilan keyinda. Qisqa qilib aytganda biza compare qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bu xarita o'tmishi bilan va keyinchalik o'zgarganini tasvirlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham bu oldini va keyinchalik o'zgarganligini taqqoslashimiz kerak. Bu yerda ham oldin bo'lgan, keyin o'zgargan holati. Demak, biza birinchi qiladigan ishimiz taqqoslashimiz kerak bo'ladi. Bizga ikkita xarita beriladi va ikkita xaritani biza taqqoslashimiz kerak bo'ladi. Birinchi tarafdagisi o'zgarmagan, ikkinchi tarafdagisi esa o'zgargan bo'ladi. Birinchi tarafdagisi o'zini holati bo'lsa va yillar davomida o'zgargan holatini biza tasvirlab berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ham hech narsa o'zgarmagan oldingi holatida va keyingi holatida esa o'zgarganlarini tasvirlab berishimiz kerak bo'ladi. Demak, qachonki bizga xarita tushib qoladigan bo'lsa, birinchi qiladigan ishimiz bizlar solishtirishimiz kerak bo'ladi. Xarita ba'zida bitta bo'lib tushishi ham mumkin, ikkita yoki uchta bo'lib tushishi ham mumkin. Ikkita map xuddi mana bunday yoki bunday, ikkita map yoki mana bunday yoki bunday ikkita map tushishi bu 95% da keladi. Ya'ni 95% faqat sizga ikkita map tushishi mumkin. Uchtalik map ham ba'zida tushib qolishi mumkin, ba'zida esa bittalik map tushishi mumkin. Bittalik map 4 yoki 5% tushadi. Bu degani tushmaydi degani. O'zbekistonda o'zida mapni o'zi tushmaydi, ikkitalik mapni o'zi, chunki line graph yoki barchadagi process chunki kabi boshqa graflar tushishi mumkin. Deyarli bitta map tushmaydi, uchtalik ham tushib qolishi mumkin ba'zida. Uchtalik map tushganda birinchi mapda o'tmishni, ikkinchi mapda hozirni va uchinchi mapda future, ya'ni kelajak o'zgarishlarni taqqoslab berish kerak bo'ladi. Uchtalik map tushmaydi, uchtalik map mazza chunki uni ichida tasvirlashga juda ham ko'p narsalar berilgan bo'ladi. Ikkita map o'rtacha, bitta map esa umuman qiyin, bitta mapda tasvirlaydigan narsalar bo'lmaydi va yozishga so'z ham bo'lmaydi. Uchtalik map tushsa vobshe mazza qilasiz, chunki uchta o'zgarishlarni yozganingizda bemalol so'z boyligingiz ham 150 tadan ziyod bo'ladi, vaqtingiz ham tejaladi. Asosan ikkita map tushadi 95%larda, qolgan uchta bilan bitta deyarli tushishi juda ham kam.
Hop, demak birinchi qiladigan ishingiz bu compare qilishingiz kerak bo'ladi bitta map bilan ikkinchi mapni. Ikkinchi qiladigan ishingiz siz o'zgarishlarni topishingiz kerak bo'ladi. Over time degani yillar davomida. Find over time changes, ya'ni bizlar yillar davomida o'zgargan narsalarni topishimiz kerak bo'ladi. O'zgarishlarni topish uchun sizga oson yo'li mana bunday xaritani bunday ikkiga bo'lib oling, ya'ni 4 ga bo'lib oling, ikkita chiziq tortgandan keyin mana bu birinchi bet, mana bu ikkinchi, mana bu esa 3, bu esa 4-chi bo'lim. Bu yerda ham ikkinchi mapni ham shunday 4 ga bo'lib olamiz. Sizga map tushdimi, birdaniga 4 ga bo'lavering. Eng oson yo'li shu. Keyin esa bu birinchi xato, bu 2, bu esa 3, bu esa 4. Qarang, birinchi bo'limda o'zgarishlar bormi? Ha, birinchi bo'limda o'zgarishlar bor. Mana bu yerda binolar qurildi, mana bu yerda yo'q edi. Keyin birinchi bo'limda yana o'zgarish qayerda bo'ldi? Mana bu yerda uylar qurildi. Bu yerda esa yo'q edi. Keyin mana bu yerda binocha qurildi, mana bu yerda uycha ketdi. Qolgan o'zgarishlar bo'lmadi. Demak, birinchi bo'limdan bizlar 1, 2 ikkitagina o'zgarish topdik. Endi ikkinchi bo'limga ham o'tsangiz bo'laveradi. Ikkinchi bo'limda mana bu yerda aeroport yo'q edi. Endi esa aeroport qurildi. Yana ikkinchi bo'limda qanaqa o'zgarish bor? Mana bu yerdan uy qurildi, daraxt bilan, daraxt o'stirib, mana bu yerda esa yo'q, olib tashlangan. Mana bu yerda uycha bor edi, bu yerda esa olib tashlanibdi. Parking, ya'ni mashina qo'yar joyi o'zgarmagan, uy ham o'zgarmagan. Mana bu yerdagi daraxt bor edi, daraxt olib tashlangandan keyin uychalar qurilibdi. Ikkinchi bo'lim ham tugadi. Endi uchinchi bo'limga o'tib olaylik. Uchinchi bo'limda nimalar o'zgargan? Uchinchi bo'limda e'tibor bersangiz, mana bu uylar hammasi yo'qolib, uni o'rniga supermarket qurilgan. Keyin esa pastidan buildinglar qurilgan. Mana bu yerdan buildinglar, binolar qurilgan. Mana bu yerda bitta bor ekan, yonida ikkita qurilibdi. Keyin railway ketgan mana bu yerda. Railway degani poyezd yo'li. Poyezd yo'li. Uchinchi bo'lim ham tugadimi? Endi 4-bo'limga o'tamiz. 4-bo'limda mana bu yerdagi daraxtlar yo'q qilinib, общий ikkita daraxt ham yo'q qilib, bittagina factory qurilibdi. Keyin mana bu yerda suzish, ya'ni kema to'xtash joyi yo'q edi, kema to'xtash joyi bo'libdi, ferry bo'libdi. Mana bu kema, qora kemani ko'ryapsiz? Mana shu ferry degani. Kemaning ismi ferry, mashina olib ketyaptimi, ichida nimadir qilyapti. Demak, 4 bo'limga ajratib olib, 4 bo'limdagi o'zgarishlarni yozdik. Nima uchun 4 ga bo'lib olish kerak? Chunki deganda biza uchinchi qiladigan ishimiz bu directions, ya'ni use directions. Biza yo'nalishlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Qachonki 4 ga bo'lib olganimizda yo'nalishlardan foydalanish juda ham oson bo'ladi-da. Chunki boyna aytdik-ku, 4 bo'limdagi o'zgarishlarni. Masalan, mana bu yerda factory o'zgardi. Demak, mana bu yo'nalishga qarang. Mana bu tepadagisi north, mana bu esa south. Mana bu yerda south ni sal noto'g'ri yozib, ChatGPTga chizdirgandim, sal noto'g'ri chizgan. Hop, south, mana bu yerda ham east ni ham sal noto'g'ri chizib qo'yibdi. EAS bo'lishi kerak edi. Hop, demak, mana bu pastda south bo'ladi, bu yerda esa north, bu yerda west, bu yerda esa east bo'ladi. Keyinchalik agar bu tarafiga yuradigan bo'lsa, north west, bu yerda esa north east turadi. Bu tarafda esa south east, bu tarafda esa south west turadi. Yodlab qolish qiyin emas, chunki bu so'zlarni yodlasangiz vocabulary'ga plus bo'ladi, chunki bu so'zlar vocabulary'ni oshiradi. Uncha-muncha student ishlata olmaydi va bu narsa vocabulary'ni oshiradi. Xo'p, demak, south, north, east, west. Uchinchi qiladigan ishingiz обязательно siz yo'nalishlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Har bitta mapda yo'nalish berilgan bo'ladi. Mana bunaqa yoki bunaqa. Lekin ba'zida berilmasligi ham mumkin. Mana. Berilmagan bo'lsa, siz o'zingiz aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Demak, biz 4 ga bo'lib oldik. Mana bu yerda fabrika qurildimi? Demak, biz nima deymiz? South east bo'lar ekan. In the southeast of the map, the factory was developed. Ya'ni janubiy sharqiy qismida xaritani factory qurildi deyapmiz bizlar. Fabrika qurildi deyapmiz. Yoki mana bu yerda aytaylik.
Mana bu yerda ikkita uy qo'shildi deb aytsak qanday bo'ladi? Mana bu yerda bitta uy bor. In the northeast of the map, two houses were added. Ikkita uylar qo'shildi deb aytsak. Demak, biz har doim to'rtga bo'lib olganimizda xaritadan foydalanishimiz osonroq bo'ladi. Uni ustiga changes, o'zgarishlarni topishimiz oson bo'ladi. Keyin esa badlarni ham yozishda mana shu to'rtta juda ham asqotadi. Hozir ularni keyin ko'rib chiqamiz darsimiz davomida. Xuddi shunday mana bu mapni ham biz to'rtga bo'lib olsak bo'ladi. Mana bunday qilib va yarmidan mana bunday qilib. Bizga ikkalasini taqqoslashimiz kerak bo'ladi. Keyin esa o'zgarishlarni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu birinchi qism, mana bu 2, mana bu 3, mana bu esa 4. Birinchi qismda qaysi o'zgarishlar bo'lgan? Mana bu yerdagi uylar bitta mana bu yerda qo'shilgan. Bu yerda ham bitta kelmadi, bu yerda ham qo'shilgan. Keyin mana bu yerda yo'l yo'q edi, mana bu yerda yo'l qo'shilgan. Keyin esa ikkita uycha yo'q edi, ikkita uycha qo'shilgan. Demak, birinchi qismdan topganimiz shular bo'ldi. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Ikkinchi qismda o'zgarish qanday bo'lgan? Farmland golfga aylangan va tennis qurilgan Forest Parkdan. Ikkinchi qismda o'zgarishlar faqat ikkita ekan. Endi uchinchi qismga o'tib olamiz. Uchinchi qismda shopning o'rniga restaurant qurilgan, fish market o'rniga apartments qurilgan. Endi to'rtinchi qismga o'tib olamiz. To'rtinchi qismda hotel o'zgarmagan, lekin yonidan esa nima qurilgan? Car park qurilgan. Kafe ham o'zgarmay qolgan. Va yana bitta katta o'zgarish, bu yerda fish port olib tashlangan. Fishing port ekan, fishing port olib tashlangan. Ana shunday qilib siz 4 ga bo'lib changeslarni izlaysiz va 4 ga bo'lgan paytingiz yo'nalishlarni ham aytishingiz juda oson bo'ladi, ishoning. Biz 4 ga bo'lib olamiz. 4 ga bo'lganda yaxshida yo'nalishlarni aytish juda oson bo'ladi. Masalan, mana bu yerda farmland bor, bu yerda esa golfga aylantirildi-ku. Demak, farmland qayerda bo'ladi? Mana bu yerda bo'ladi, north east. So the farmland in the northeast of the map, the farmland was converted into golf cart. Ya'ni o'sha mana bu north eastdagi shimoliy sharqdagi farmland golf kortiga aylantirildi, golf maydonchasiga aylantirildi. Biza directiondan foydalanyapmiz. Yoki qarang, mana bu yerdagi fish market apartmentsiga aylantirilsa qanday bo'ladi? Fish mana bu yerda south westda turibdi. In the southwest of the map, where the fish market used to be, was removed, olib tashlandi, and apartments were developed. Shuni ham directionda ishlatyapmiz biz. Yaxshilab eslab qoling, xaritalar tushdimi? Demak, birinchi o'rinda siz taqqoslashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda siz o'zgarishlarni topishingiz kerak. Keyin esa uchinchi qiladigan ishingiz siz yo'nalishlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Uchta narsani siz qilishingiz kerak. Taqqoslaysiz, o'zgarishlarni topasiz va yo'nalishlardan foydalanasiz. Endi struktura ko'rib chiqadigan bo'lsak, structure for comparing two maps. Ya'ni ikkita xaritani taqqoslashda ishlaydigan strukturamiz. Birinchi o'rinda paragraf 1, keyin 2, keyin 3, keyin esa 4-chi paragrafda yozamiz. Birinchi paragrafda bizda introduction bo'ladi. Introduction yozishda bitta gap bilan shunchaki paraphrase question, ya'ni savolni o'zini paraphrase qilib qo'yamiz, so'zlarni almashtiramiz, ma'nosini o'zgartirmagan holda. Ikkinchi paragrafda esa biza describe general changes. Bizlar umumiy o'zgarishlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Umumiy o'zgarishlar nima? Umumiy o'zgarishda mana bu yerda ikkita xarita turibdi-ku, ikkita xaritadan umumiy o'zgarishlarni yozsak bo'ldi. Umumiy o'zgarishni yozishda har doim sizda tuting, faqat 3 ta o'zgarishni yozing. Faqatgina 3 ta o'zgarishni yozing. 2 marta qaytardim. Masalan, birinchi o'zgarish, ikkinchi o'zgarish, uchinchi o'zgarish. Bo'ldi, boshqa hech qanday o'zgarishlarni yozmang. Men mana shu 3 ta o'zgarishni oldim va shu 3 ta o'zgarishni yozaman. Xohlasangiz siz mana buni oling, mana buni oling va railway qurildi deb ayting. Xohlasangiz siz bu 3 ta o'zgarishni oling. Xohlasangiz boshqa 3 ta o'zgarishni oling. Mana buni yoki mana buni. Yoki
Qayerda yana o'zgarish bor? Mana bu uylarni o'zgartirdik. Mana bu yerda uycha o'zgarganda yo'q bo'lib qoldi. Mana bu yerda esa ikkita uy qurildi. Hozir shu kichkina o'zgarishlarni yozsangiz bo'ladi. Lekin 3 tadan ko'p ziyod yozmang. Qarang, bizda 9 ta o'zgarish bo'lyapti. Siz eng katta 3 tasini yozsangiz cho'tka bo'ladi. Chunki overallda umumiy ko'rinishni yozib ketgan bo'ladi. Ko'zga tashlanadigan o'zgarishlar bormi? Ha, bor. Mana bu samolyot, mana bu supermarket va railwayni yozing xohlasangiz. Yozsangiz mana bu katta. Umumiy 3 ta katta o'zgarishni yozishingiz kerak bo'ladi. Keling, mana bunda ham katta o'zgarishlardan 3 tasini topamiz. Men ko'zimga tashlanayotgani bu car park birinchisi. Keyin farmland golfga o'zgardi. Forest esa tennis courtga o'zgardi. Mana shu uchalasini yozgan bo'lardim. Yoki mana fishing port ham juda katta ko'zga tashlanyapti. Shu 3 tasini yozgan bo'lardim. Hozir shu 3 tasini yozing. Hozir fish market apartmentsga aylanadi, shop esa restoranga aylanadi. Shu 3 tasini yozsangiz ham bo'laveradi. Overall yozayotganda faqat 3 tagina asosiy o'zgarishlarni, 3 ta o'zgarishda yozing, boshqasini yozmang. Ko'p bo'lib ketadi. Chunki overallda 3 ta 20 tacha so'z bo'lishi kerak bo'ladi. 3 ta gap, 20 tacha so'z. Keyin esa paragraf 3 da esa biza describe specific changes in one part of the map. Ko'plar paragraflarni yozishda, ya'ni body 1 bilan body 2 ni yozishda juda adashadi. Bu noto'g'ri strukturadan foydalanadi. Biza mapda yozayotganimizda har doim birinchi bodyni yozayotganimizda xaritani bitta qismini yozamiz. Ikkinchi bodyni yozayotganimizda xaritani ikkinchi qismini yozamiz. Tushunarli? Lekin talabalarning xatosi shunda bo'ladiki, mana shu birinchi bodyda mana buni yozaman deydi. Ikkinchi bodyda mana buni yozaman deydi. Tushunayapsan? Xatosi shundaki, birinchi bodyda mana bitta xaritani yozaman, ikkinchi bodyda ikkinchi xaritani yozaman deydi. Birinchi bodyda bir tomonda yozaman, ikkinchi bodyda ikkinchi tomonda yozaman deydi. Bu aslida nima ekan? Bu aslida xato. Nima uchun xato deysizmi? To'g'ri-ku, nima uchun xato deyapsiz ustoz? Bu xato chunki deganda bu yerda hech narsa yo'q. Sizda 20 daqiqa bo'ladi. Yaxshilab eshiting. Sizda 20 daqiqa bo'ladi. Men bu strukturani yomon deganim yo'q. 100 tadan ziyod struktura bor. Sizda 9 ga bora kerak bo'lsa, agar bilimingiz zo'r bo'lsa. Lekin sizda bilimingiz sal pastroq bo'lsa, siz mana bu yerda hech narsa yo'q-ku, siz nimani yozasiz? Nimani tasvirlab berasiz? Bu struktura shuncha ham sizga mos kelmaydi demoqchiman. Mos kelmaydi demoqchiman. Ya'ni body 1 da mana bu mapni yozish bu juda ham noto'g'ri. Demak, xarita yozayotganimizda mana bu yerdagi hech narsa yo'q-ku. Buni body 1 da bu xaritani yozaman deyish bu noto'g'ri. Bu struktura aslida ko'plar qo'llaydi. Bu narsani yozsa bo'ladi, iloji bor. Lekin maslahat berilmaydi. Iltimos, body 1 da xaritalarni birinchi qismini yozmang. Birinchi qismini yozmang. Bu yerda ham birinchi qismini yozmang. Har doim siz xaritani yozayotgan paytingiz faqat o'zgargan tomonini yozing. 2 ga bo'lib oling. Mana buni body 1 da yozaman. Mana buni esa body 2 da yozaman. Bu yerdan ham 2 ga bo'lib olgandan keyin mana bu o'zgarishlarni body 1 da yozaman. Bu tarafdagi o'zgarishlarni body 2 da yozaman. Bu xaritani ham 2 ga bo'lib oling yoki bunaqasiga bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bu tarafdagilarni body 1 da yozaman, bu tarafdagilarni esa body 2 da yozaman. Desangiz bo'ladi. Yoki mana bu yerdan bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Yarmidan. Ya'ni bu beachni, mana bu accommodationsni, reception va restoranni body 1 da yozaman. Bu tomonda esa body 2 da yozaman deng. Tushunarli? Siz har doim yozayotgan paytingiz bu tomonga umuman tegishmaysiz. Bu tomonga umuman tegishmaysiz. Yaxshilab e'tibor bering, siz body 1 yozish, bodylar yozasiz-ku, details body 1, body 2 yozishda siz faqat mapni ikkinchi tomonini yozasiz. Ikkinchi tomonini yozasiz. Birinchi tomoni sizga shunchaki solishtirishda kerak bo'ladi xolos. Har doim
body 1 va body 2 ni yozayotgan paytingiz birinchi qiladigan ishingiz o'zgarishlarni topib olish. Birinchi mapga emas, ikkinchi mapga qaraysiz. O'zgarishlar chunki ikkinchi mapda-ku. O'zgarishlarni sanab olasiz. Tez toping faqat o'zgarishlarni. Birinchi o'zgarish mana bu yerda beachda swimming qurildi. Ikkinchi o'zgarish accommodations qurildi. Mana accommodations. Uchinchi o'zgarish qani? Reception qurildi. To'rtinchi o'zgarish qani? Pier qurildi. Pier tayanch degani kemalarning tayanchi. Odamlar yurib minib ketadi-ku. To'rtinchisi, beshinchisi restoran qurildi. Oltinchisi qani? Oltinchisi bormi? Mana buni ham 6 deb qo'ysak bo'ladi, chunki o'zgarmasdan qoldi deb aytib ketsak, bu ham bitta o'zgarish bo'ladi. Ya'ni o'zgarmasdan qolyapti-ku, bu ham ko'zga tashlanib turibdi-da, buni aytmasdan ketish juda ham noto'g'ri bo'ladi. Yaqqol ko'rinib turibdi o'zgarmasa turib. Demak, bizada aslida mana bularni ham bitta o'zgarish qilib ketsak bo'ladi, chunki footpath yurish yo'lakchasi bilan vehicle track transport yurish yo'lakchasi ham qo'yildi. Mana shu bilan 7 bo'ladi. Demak, sizda 7 o'zgarish bo'lyapti. Endi bu o'zgarishlarni bo'lib olasiz. Body 1 uchun 4 ta o'zgarishlarni body 1 da yozaman. Body 2 da esa 3 ta o'zgarishlarni yozaman deb bo'lib olasiz. Qarang. Demak, body 1 da mana bu o'zgarishni, mana bu o'zgarishni va mana bu o'zgarishni yozing body 1 da. Body 2 da esa restaurant, reception va mana bu yerda katta bo'shliq o'zgarmasdan qoldi deb yozasiz va footpathlar qurildi deb yozib ketsangiz ham bo'ladi. Xo'p, 7-chi o'zgarish kerak emas. 6 ta bo'ldi. Siz 3 ta body 1 da, 3 ta body 2 da bo'lib olsangiz bo'ladi. Demak, body 1 da 3 ta o'zgarishlarni yozasiz, body 2 da esa 3 ta o'zgarishlarni yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, tushunmagan bo'lsangiz, mana bundan ham ko'p chiqishimiz mumkin. Siz yaxshiroq tushunishingiz uchun. Demak, sizda map tushdi. Siz body 1 bilan body 2 ni yozishda nimalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi? Siz body ni yozishda har doim o'zgarishlarni sanab olishingiz kerak bo'ladi. Mana bu birinchi o'zgarish. Demak, o'zgarish 1, o'zgarish 2, o'zgarish 3, o'zgarish 4, restoran shop restoran yana 5. Yana o'zgarish bormi? Mayda road bilan 3 qurildi, 5 6 bo'ldi. 6 va 7 bo'lyapti. Fishing port. Qarang, 7 ta o'zgarishni topdik-da bizlar. Endi shu 7 ta o'zgarishni bo'lib olamiz. Body 1 da men body 1 da shuni 4 ta o'zgarishni body 1 da yozib yuboraman. Body 2 da esa qolgan 3 ta o'zgarishni yozaman. Demak, body 1 da men mana bu car park ni yozaman. Hotelda oldida car park yo'q edi. Car park esa qurildi deb body 1 ni yozyapman. Keyin esa mana bu apartments yozaman. Fish marketning o'rniga apartment qurildi deb ikkinchi o'zgarishni ham aytib ketaman body 1 da. Keyin esa xohlasam restoranlarni aytib ketaman. Demak, body 1 da men 4 tasini aytib ketaman. 1, 2, 3 va mana bu yerda 4 ta aytib ketdik. Mana shu 4 ta o'zgarishni men body 1 da aytib ketaman. Demak, shop ya'ni magazin restoranga o'zgardi, fish market apartmentsga o'zgardi, fishing port bordi, u olib tashlandi, hoteldan oldin car park qurildi deb body 1 ni tugataman. Body 2 ni yozaman. Body 2 da yozamanki, mana bu yerda 2 ta qurildi, main road ham qurildi ularga qo'shilib. Keyin esa farmland golfga aylantirildi. Forest park esa tennis courtga aylantirildi deb men body 2 ni yozaman. Tushundingiz, a? Agar tushunmagan bo'lsangiz, mana buni ham bitta ko'rib chiqsak bo'ladi. Hop. Xaritani shunday bo'lib olasiz. Bo'lmasangiz ham mayli. Muhimi siz o'zgarishlarni topishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'zgarish, ikkinchi o'zgarish, uchinchi o'zgarish, to'rtinchi o'zgarish, railway bu 5-chi o'zgarish va mana bu yerdagisi 6-chi o'zgarish. Mana buni 6 yoki buni 7 ham bo'laveradi. Hop, mana bu buildinglar ham
8 bo'lishi mumkin. 8 mana bu yerdagi uycha 9. Mana bunday bo'lib olsak menga mana shunday bo'lish yoqadi, chunki har doim bo'lib ishlaymanda minmayapti. Birinchi qismda ikkita o'zgarish topdik, ikkinchi bo'limda ikkita o'zgarish, bu yerda esa uchinchi bo'limda 3 ta o'zgarish topdik, to'rtinchi bo'limda esa ikkita o'zgarish topdik. Jamiz 9 ta o'zgarish bo'lyapti. 9 ta o'zgarish bo'lsa, men body 1 da 5 ta o'zgarishni yozaman. Body 2 da esa 4 ta o'zgarishni yozaman. Masalan, body 1 da aytib ketishim mumkin, mana bu 1, 2, 3, 4 talasini aytib ketishim mumkin. Bu yerda uylar bor edi, supermarket qurildi, keyin esa pastdan apartments qurildi, building va railway kamida, railway uzaytirildi. Keyin esa factory, daraxtlar olib tashlangandan keyin factory qurildi, keyin esa ferry yo'q edi, ferry qurildi deb aytaman. Keyin body 2 da maktabda olddan aeroport qurildi. Keyin esa mana bu yerda binolar yo'q edi, daraxt chopib tashlangan binolar qurildi va maydagi uy ham olib tashlandi deb body 2 da qolgan o'zgarishlarni aytaman. Demak, farqini tushundingizda, body 1 da introduction yozishingiz kerak bo'ladi. Paragraph body 1 da deb uzr. Paragraph 1 da introduction yozishimiz kerak bo'ladi, paraphrase question qilamiz. Paragraph 2 da esa overview yozganimizda faqat 3 tagina o'zgarishni yozamiz. Unchalik ko'p emas, 3 tagina o'zgarish. Keyin esa paragraf 3 da biza body 1 ni yozishimiz kerak bo'ladi. Body 1 ni yozishda faqat 3 ta o'zgarishni yozamiz, bidagi 6 tasidan. Body 2 da esa biza qolgan 3 ta o'zgarishlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Biza qachonki describing general changes, ya'ni umumiy o'zgarishlarni ishlatganimizda, ya'ni tasvirlaganimizda mana bu fe'llardan yoki ravishlardan foydalansak bo'ladi. Chunki mapni tasvirlaymiz-ku, har doim tasvirlanganda developed degani qurildi deganida. Mana bu yerdagi uychalar developedga kiradi. Mana bu yerda yo'q edi-ku. Mana bu yerdagi uychalar developed bo'ldi-da, qurildi. Completely transformed biza umumiy o'zgarib ketadilik. Mana bu hech narsa yo'q edi-ku. Juda ham umumiy to'liq ravishda o'zgarib ketsa, completely transformed desak bo'ladi. Bu yerda overall ni aytib ketyapmiz. Overall da ishlatilgan so'zlarimiz. Overall ni tasvirlayotganimizda, overall da yozayotganimizda shu so'zlarni ishlasak bo'ladi. Totally ham completely ni sinonimi bo'ladi. Reconstruct degani qaytadan ishlandi. Qaytadan ishlandi desak qanday bo'ladi? Masalan, hotel turibdi va yillar davomida yil o'tsa ham hotel yana turibdi-ku. Shuni qaytadan ishlandi deb qo'ysak bo'ladi. The hotel was reconstructed. O'zgarmadi, lekin sal bo'lsa ham eskirgan joylarini yaxshi qildi-da, yaxshi qaytadan qurildi-da, qaytadan qurgan bo'ladi. Reconstruct degan qaytadan qurilish yoki ta'mirlash degani. The old factory was totally redeveloped. Yana eski fabrika to'liq jihatda yana qaytadan qurildi yoki ta'mirlandi degan. Redeveloped va reconstruct bir xil so'z. Ta'mirlandi degan. Demak, biron bir narsa o'zgarmasdan qoladi-ku, o'sha paytda siz uni so'z bitmay qolsa, shu o'zgarmagan narsalarni tasvirlab ketsangiz bo'ladi. Completely rebuilt ham shu ma'noda beradi. Totally modernized degani zamonaviylashib ketdi. Mana bu yerda qarasak, mana bu yerda oldin eski oddiy orol edi, endi bu yerda esa zamonlashib ketdi. Bizda har doim mana shu so'zni ishlatsangiz bo'ladi, chunki har doim o'tmishda rivojlanmagan bo'ladi, kelajakda esa rivojlangan bo'ladi. Har bitta xaritada siz rivojlangan desak bo'ladi, chunki mayda aeroport yo'q edi, aeroport qildi. Bu ham zamonaviy bo'lish, rivojlanish degani. Factory yo'qmidi? Factory qurildi. Bu ham esa modernized bo'ladi. Supermarket yo'q edi, supermarket qurildi. Changes. And esa specific changes, asos, ya'ni specific changes ham biza shu fe'llarni ishlatamiz. Demolish degani olib tashlandi degani, buzildi degani. Demolishga nimani ishlatsak bo'ladi? Mana bu fish market bor-ku. Fish market mana bunaqa bo'lgan. Biza demolish deyapmiz shuni. Buzib tashlandi. Buzib tashlab nima qurildi? Apartments qurildi. Demak, demolishni mana bu yerga ishlatsak bo'ladi, buzib tashlandi degan. Establish degani qurildi, asos solindi degani. Removed esa olib tashlandi, demolish sinonimi bo'ladi. Replace degani o'rniga qo'yildi degani, boshqa. Masalan, biza replace ni mana bularni o'rniga ishlatsak bo'ladi. Demak, fish market demolished bo'lib ketdi, buzib tashladi.
O'rniga esa replaced nima qo'yildi? Apartments qo'yildi. O'sha yerda replaced ni ishlasak bo'ladi. Constructed qurildi degani. Destroyed buzildi. Relocated qaytadan qo'yildi. Mana bu replaced ni sinonimi bo'ladi. Converted into degan so'z bor. Converted into ham juda ko'p ishlatiladi. Aylantirildi degani. Masalan, mana bu yerdagi shops ni ko'ryapsizmi? Shops bir xil turibdi. Bu buzilgani yo'q. Buzilgani yo'q. Kiyim-kechak sotadigan bo'lsa, kiyim-kechakni olib chiqib tashlayaptidan keyin shunchaki idish-tovoqlarni olib kirib restoran qilib qo'ygan. Lekin bino umuman buzilgani yo'q. Buzilmasdan turibdi. Shunchaki shop restoranga aylantirildi xolos. Mana bunday binolar buzilib, uy qurilgani yo'q. Binolar buzilmasdan turibdi, faqat ismi o'zgaryaptimi? Demak, converted into ni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Hop. Agar bizda trees yoki forest bo'lsa, har bitta mapda trees bilan forest обязательно bo'ladi. Shuning uchun agar tozalandi, olib tashlangan bo'lsa, agar daraxtlar clear it, cut down, chop tashlandi yoki chop it down degan bo'ladi. Remove shunchaki olib tashlandi degan bo'ladi. Agar ekilgan bo'lsa, planted desangiz bo'ladi. Example ko'rsak ham bo'ladi. Masalan, bu yerda trees yoki mana buni olaylik. Trees har bitta mapda bo'ladi обязательно. Ba'zilarda bo'lmasligi ham mumkin. Forest, ya'ni mana bu daraxtlar chop it down desak bo'ladi, cut down desak bo'ladi yoki remove desak ham bo'ladi. Mana bu yerda yo'q bo'lib ketyapti. Mana bu yerdagi tree ham yo'q bo'lib ketyapti, cut down desak bo'ladi. Ekilgan bo'lsa planted deymiz. Menimcha hech qayerda ekilgani bo'lmasa kerak. Ekilgani yo'q ekan. Faqat qirqilgan ekan. No, ba'zi bir xaritalarda ekilgan ham chiqib qoladi. Shu payt planted ni ishlatsangiz bo'ladi. Setup esa o'rnatildi degani. Setupni biz qachon ishlatamiz? Setupni masalan bizda mana bu yerda railway yo'q edi-ku. Bu yerda esa o'rnatildi. O'sha payt setup desak bo'ladi. The railway set up over the seaside. Ya'ni bu o'sha okean bu yerda okean bo'lyapti. Ya'ni okean yonida railway o'rnatildi degan payt. Setup degani o'rnatilmoq biror bir narsa. Okay, factoryni ham setup desak bo'ladi, chunki yo'q-ku bu yerda. Introduction qanday bo'ladi? Introductionda bizda mana bu yerda title olinyapti. The two maps below show an island. Pastdagi ikkita xarita nimani ko'rsatyapti? Orolni ko'rsatyapti. Before and after oldingisi va keyingisini. Constructed of some tourist facilities, ya'ni turistlar uchun biron bir qulayliklar qurilgan haqida. Bizlar introductionda xuddi shu narsa buni bitta gap bilan paraphrase qilishimiz kerak bo'ladi. Both maps display an island. Ikkita xarita ham nimani ko'rsatyapti? Orolni ko'rsatyapti. Before and after it was developed for tourism. Sayyohlar uchun rivojlangan orolni ko'rsatyapti, oldingi va keyingisini. Demak, introductionda biz paraphrase qilib oldik. Keyin esa overallda biz nima qilishimiz kerak bo'lardi? 3 ta asosiy o'zgarishlarni yozishimiz kerak bo'lardi. This island is long and thin. Demak, biz island nima deyapmiz? Uzun va ariq deb aytib ketyapmiz. And is surrounded by the ocean and has a beach to the west. Ya'ni mana bu sea, ocean sinonimi bo'lyapti, ya'ni okean bilan o'ralgan va and has a beach to the west. West qayerda edi? Mana bu yerda edi west. Demak, bizda westda nima bor deyapmiz? Beach bor deb aytib ketyapmiz. Over the period, ya'ni yillar davomida oldingidan hozirgacha nima bo'lyapti? The island was completely transformed. Ya'ni orol umuman o'zgarib ketgan deb aytib ketyapmiz. With the addition of hotel and a pier. Demak, bizda birinchi o'zgarishimiz beach bo'lyapti, ikkinchisi hotel ya'ni accommodations bo'lyapti va uchinchisi mana bu pier bo'lyapti. Ve birinchisi beach, ikincisi hotel bo'lyapti, uchinchisi esa pier bo'lyapti. However, the eastern part of the island appears to have been left undeveloped. Eastern degani mana bu da. Eastern part of the island. Mana bu esa 4-chi o'zgarmagan joyda ham aytib ketyapmiz. Ya'ni 4 ta asosan 3 ta aytiladi, bizlar esa 4-chi mana bu asosan mana bu yerda hech narsa o'zgarmagan-ku. Shuning uchun ham biz buni aytib ketyapmiz.
Chunki overallda siz umumiy ko'rinishni aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Qarangda, bu yaqqol ko'rinib turibdi-da, buni aytmay ketsak juda ham noto'g'ri bo'ladi. Demak, biz birinchi beachni aytdik, keyin hotel accommodation qurildi dedik, keyin esa payerni aytdik. Mana bu yerda katta yaqqol ko'rinib turgan va mana bu ham yaqqol ko'rinib turgani, shuning uchun ham 4-sini biz qo'shib ketdik. Bu yerda asosan o'zgarish bo'lmaganligi uchun biz qo'shmasak ham bo'lardi, lekin umumiy ko'rinishda juda ham ko'rinib turibdi. Buni aytmasak overallda juda ham noto'g'ri bo'lardi. Details 1da xaritani bo'lib olishimiz kerak edi. Masalan, beach bitta o'zgarish bo'lsa, accommodation bitta o'zgarish bo'lsa, pier bitta o'zgarish bo'lsa, mana shu 3 ta o'zgarishni biz bitta bodyda yozardik. Qolgan o'zgarishlarni esa ikkinchi bodyda yozardik. Hop, birinchi bodyimizda bizlar among the most noticeable additions are the hotel rooms and well-designed food paths. Biz aytib ketganimizda birinchi o'zgarishimiz mana bu hotelni aytyapmiz. Ya'ni accommodation turar joylarni birinchi o'zgarishda aytib ketyapmiz. Which allow tourists to move around the island comfortably. Bizda mana bu food paths ham aytib ketyapmiz. Food paths hotellarning yonida qurilgan, bemalol borib qulayliklar tug'diradi uylarga borish uchun deyapmiz. 6 buildings surrounding some trees. Ya'ni mana bu 6 ta buildingni aytyapmiz, daraxtlar bilan o'ralgan. Have been built in the west of the island. Ko'rib aytgan bo'lsangiz, biz yo'nalishdan ham foydalanyapmiz. And the west of degani mana g'arbiy tomonda. The island and 9 buildings have been constructed in the center of the island. Bu esa mana bu yerda yo'q edi-ku, centerda qurildi deb 9 tasini aytyapmiz. Demak, biz directiondan ham foydalanib ketyapmiz mapni tasvirlayotganimizda. A restaurant have been developed between 2 accommodation areas. Ya'ni biz restoranni ikkinchi o'zgarishda aytib ketyapmiz va receptionni uchinchi o'zgarishda aytib ketyapmiz. Demak, biz birinchi bodyda restoran va accommodations va reception aytib ketyapmiz. The 2 accommodation areas with access facilities by vehicle tracks surrounding them. Demak, ularni atrofida nima bor ekan? Vehicle tracks bor ekan. Vehicle tracks degani mana bu yerda transport yuradigan yo'lakchalar bor deb 3 ta yo'nalishni aytib ketyapmiz. Body 2da esa a pier has also been built on the south. Mana bu bitta o'zgarish bo'lyapti. Allowing yachts access to the resort. Ya'ni mana bu yaxtalarni borishiga osonlashtiryapti pier, ya'ni tayanch. Apart from the trees, the beach remains the only natural feature that remains really untouched. Mana bu yerda ikkinchi o'zgarishni aytyapmiz. Mana bu 1 bo'lsa, mana bu 2. Beach teginmasdan qoldi deb aytamiz. However, it does appear that is now used for swimming. Lekin esa swimming qurildi deb uchinchi o'zgarishni aytib ketyapmiz. Demak, birinchi bodyimizda accommodation 1, restaurant 2, reception 3. Mana shu 3 tasini aytib ketdik. Accommodationlar mana bularda. 3 ta o'zgarishni aytib ketdik. Body 2da esa pierni aytdik, birinchi o'zgarish. Keyin esa beachni aytdik, ikkinchi o'zgarish va swimming qo'shildi deb uchinchi o'zgarishni aytyapmiz. Tushunarli? Demak, bizda 6 ta o'zgarish bor edi. Body 1da 3 tasini yozdik, body 2da esa 3 tasini yozdik. Biz nima qildik? Faqat mana bu body bilan ishladik. Mana bu map bilan ishladik bodylarni yozishda. Bu mapga umuman tasvirlamadik, umuman tegishmadik. Faqat mana bu yerdan oldik. Bu yerda ham bu mapga umuman tegishmadik. Body 1da ham, body 2da ham bu mapga umuman tegishmadik. Faqat ikkinchi mapdan detaillar, ma'lumotlar olib bodyimizni to'ldirdik. Demak, eslab qoldingizmi? Struktura yozishda har doim paraphrase qilishingiz kerak. Introductionni, keyin esa overall changesda faqat 3 tagina o'zgarishlarni yozishingiz kerak bo'ladi va body 1 va body 2 yozishingiz kerak bo'ladi. Body 1ni yozishda siz mana bu xaritani yozishga urinmang. Bu yerda chunki tasvirlashga hech narsa yo'q. Buni yozmang. Mana bunisini yozing. Mana bu tarafni body 1da yozing, mana bu tarafini body 2da yozing. Ko'plab talabalar mana bu birinchisini body 1da, ikkinchi xaritani body 2da yozaman deydi. Bu aslida juda ham noto'g'ri. Chunki deganda har doim ham sizda
mapni birinchi tomonida tasvirlashga ko'p narsa bo'lmaydi. Masalan, mana bunga qarang. Siz bunda mana bu so'zlarni ishlatavering, ishlatmang demayman. Siz mana buni body 1da faqat o'zini yoza olmaysiz. Siz buni yozayotgan paytingizda mana bu tarafdan ham foydalanib ketishingiz kerak bo'ladi. Demak, body 1da ham bu tarafni aytasiz, body 2da ham bu tarafni aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 1995-yilda sharqiy tomonida farmland bor edi. Farmland esa golfga o'zgardi dedik. Demak, men mana bu xaritadagi narsalarni ishlatdim, lekin mana bu tarafdagi bilan taqqoslash uchun ishlatdim. Lekin siz faqat body 1da faqat mana shu tarafni, mana shu xaritani ishlataman desangiz, bu albatta noto'g'ri bo'ladi. Masalan, siz aytib ketishingiz 1995-yilda sharqiy tomonda farmland bor edi, bu yerda esa forest bor edi, keyin esa fish market bor edi deb bir body 1da yozganingizdan keyin body 2da yana shularni qaytarmaysiz-ku. Farmland golfga o'zgardi, forest esa tennisga o'zgardi, fish market esa apartmentsga o'zgardi. 2 marta qaytarmaysiz-ku o'sha yozgan narsalarni. Shuning uchun birdaniga tasvirlab taqqoslab ketishingiz kerak bo'ladi. Buni aytganimdek, body 1da yana mana chunki deganda siz mayli buni taqqoslab bera oldingiz, lekin yana qaytadan o'sha so'zlarni ishlatmaysiz-ku. Uni ustiga sizga har doim ko'p narsali, ko'p objektli narsali map tushmasligi mumkin. Masalan, sizga shunaqa map tushib qolsa, bu yerda tasvirlashga hech narsa yo'q-ku. Shuning uchun har doim mapni o'zgargan tomonidan bitta tomonini body 1 uchun, bitta tomonini body 2 uchun oling. Shuning uchun ham mana bu yerdan bo'lib oldik. Body 1 bu tomonda, body 2 tomon bu tomonda bo'ladi. Demak, bu yerda nechta o'zgarish bo'lyapti? 3 ta o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, 3 ta o'zgarishni body 1da yozing. Bu yerda 4 ta o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, body 2da 4 ta o'zgarishni yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday. Masalan, bu yerda tasvirlashga narsalar ko'pdir body 1da yozishda. Masalan, sharqiy tomonda shu bor edi, g'arbiy tomonda bu bor edi, janubiy tomonda uylar bor edi tasvirlab ketishingiz mumkin. Lekin bu yerda tasvirlashga kam bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bitta map berilmaydi. Har doim ikkita map beriladi va uni taqqoslashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun sizni qiladigan ishingiz mana bu tarafni birinchi bodyda, mana bu tarafni ikkinchi bodyda taqqoslayman deb shu strukturadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Masalan, birinchi bodyda supermarket qurildi, railway qurildi va mana bu yerda buildinglar qurildi, tepada ham buildinglar qurildi. Mana bu yerdagi uy olib tashlandi desak bo'ladi. Ikkinchi bodyda aeroport qurildi, factory ham qurildi. Mana bu parking o'z joyida almashmasdan qoldi. Mana bu yerda uy bilan daraxtcha bor edi, u olib tashlandi. Tepadan esa ikkita uy qo'shildi. Keyin esa ferry qo'shildi. Mana bu yerda 5 ta o'zgarishni body 2da, bu yerdagi 4 ta o'zgarishni body 1da berishingiz kerak bo'ladi. Overall yozganimiz mana bu map haqida. Bizda birinchisi introduction, ikkinchisida overview va body 1 va body 2 bo'lyapti. Bu esa o'zbekchasi. Hozir qo'lasiz va o'qib chiqaverasiz.